Hürmetli qarindoshlar, men hozir mushu bugun, yana bugun 8 ayning 3 kuni, shanba kuni Hong Kongdagi namoyishchilarninki Hong Kongda ilib berayotgan namoyishiga 2 oy bo'lay deb qoldi. 6 ayning 9 kuni qo'zg'algan. Hozirgacha har shanba, yakshanba va muhim kunlarda qilmoqchi. Oldimizdagi 8 ayning 5 kuni butun Shangang bo'yicha keng ko'lamlik ish, xizmat hammani tashlash, o'qishni tashlash, maktabni tashlash, qatnashni ishlab chiqarishni tashlash qatorliq shaklda harakat ilib bormoqchi. Bugun mana 8 ayning 3 kuni hozir bo'layotgan ko'rinish bo'lsa, Xitoyning bayrog'i chiqarilgan xodidan Xitoy Kommunist partiyasining bayrog'ini ilib dengizga tashlagan ko'rinishi mana qarindoshlar. Dengizga tashlab, daryoga tashlagan ko'rinishi mana Shangang xalqining Xitoy tajovuzlariga qarshi harakatining yuqori balloqqa chiqqanligining bir ifodasi. Shuning uchun bu yerda mana hozir Xitoyning Shangang valiysininki, Xitoy saylab bergan valiysininki o'lgan shaklda motam marosimi o'tkazgan shaklda kirishtirib chiqargan rasmlari, bular 5 turlik bir o'zlarining hukumatga bo'lgan shikoyatini yoki bo'lmasa arzini sungandan keyin Xitoy hukumati bunga parvo qilmay namoyishlarni ig'ir shaklda bostirish, yaqindagi xabarga qaraganda shu Shangangda turishliq Xitoy armiyasini ishga solganligini 5-slagacha 4-sladan 5-slagacha olib ketgandan keyin cho'qim shaklda bostirish shaklda nimani taqab cho'qim chiqishga bo'ladi, Shangangga kirishga bo'lmaydi shaklda harakat ilib borganligi to'g'riliq uchurlar kelyotidi Xitoyning axborot vositalaridan. Shuning uchun bu ahvolda Xitoylarning yana bir qitim 89-ga o'xshash o'zining fuqarolarini, o'zining xalqini qirg'in qiladigan ahvolning bo'ladiganligi to'g'riliq o'xshamagan ko'z qarashli fikrlar bor. Buni yana yaqindan kuzatamiz qarindoshlar. Shuning uchun mana xabarni yo'llab qo'ydim. Bu 8 ayning 5 kuni va oldimizgi haftalarda nihoyatda jiddiy ahvollar ko'rilishi mumkin. Buni yana axborot vositalariga vaqtida yo'llashga tirishamiz qarindoshlar.